Bu videoda biz siz bilan Marvel kino olamidagi eng kuchli 20 ta qahramonni muhokama qilamiz. Agar siz Thanos hech bo'lmaganda top 10 ga kiradi deb o'ylasangiz yoki Loki vaqt qiroli birinchi o'rinda turadi deb o'ylasangiz, siz jiddiy adashyapsiz. So'nggi paytlarda Marvel olamida iyerarxiya shunchalik o'zgardi. Avval eng kuchli deb hisoblangan qahramonlar endi umuman reytingga kirmagan yoki oxirgi o'rinlarda qoldi va ularning o'rniga esa yangi qahramonlar keldi. Videoni boshlashdan oldin qoidalarni aytib o'taman. Men bu to'pni birga bir jangda kim kimni yutadi degan prinsip asosida tuzdim. Har safar qo'shni o'rindagi ikki qahramonni solishtirgan holda qaror qildim. Albatta, bu reytingda cheksizlik toshlari hisobga olinmagan, chunki bu qo'shimcha yordam sifatida qabul qilinadi. Bir xil kuchga ega bo'lgan qahramonlar uchun alohida o'rinni ajratmadim. Masalan, agar Hulk biror o'rinda bo'lsa, bu o'rin Qizil Hulk yoki Ayol Hulk kabi unga o'xshagan qahramonlarga ham tegishli. Ancha marta aytganman, filmlarni ITV servisi orqali tomosha qilaman. Filmlardan tashqari, men futbol muxlisiman va bu yerda ham Chempionlar Ligasini va boshqa ko'plab o'yinlarni yuqori sifatda hech qanday muammosiz tomosha qila olaman. Bu yerda siz ko'plab filmlarni ajoyib sifatda mazza qilib ko'rishingiz mumkin. ITVda xohlagan film, serial va animatsion filmlarni ko'rishingiz mumkin. Telefon, planshet yoki Smart TV orqali tomosha qilish uchun qulay. Eng asosiysi, ITVda ko'plab filmlarni ajoyib o'zbekcha dublyajda topish mumkin. Havola orqali o'ting yoki QR kodni skaner qilib ilovani yuklab oling. Agar siz yangi foydalanuvchi bo'lsangiz, bor yo'g'i 290 so'mga sinov obunasini oling va eng zo'r kinolar olamiga qo'shiling. 20-o'rinda Adam Warlock. U yaqinda Galaktika qo'riqchilar 3 filmida paydo bo'ldi va film oxirida u yangi jamoaning bir qismiga aylandi. Filmlarda Adam komikslardagidek kuchli emas. Komikslarda u ruh toshiga ega edi. Men uni AliExpressdan kelgan Superman deb atagan bo'lardim. U Galaktika qo'riqchilarining har bir a'zosini alohida yutib chiqqan. U ucha oladi, kuchli zarbalar chiqaradi va albatta juda mustahkam teriga ega. U portlash va yonduning strelasini zarbalaridan omon chiqdi. Balki potensialda bu qahramon yuqoriroq o'ringa loyiqdir. Lekin hozircha uning aqli bolaga teng. Uni osongina aldash mumkin va u hali o'z kuchining to'liq darajasini ochmagan. Shuning uchun bu reytingda u hozirgi holatga qarab 20-o'rinda. 19-o'rinda yuqori evolyutsioner. Uni biz Galaktika qo'riqchilar 3 da ko'rdik va u Adam Warlockni osongina yutdi. Uni telekineza va boshqa texnologik imkoniyatlari uni kuchli raqibga aylantiradi. Komikslarda u albatta undan ham kuchli. Ammo shunaqa deyish har bir personaj haqida ham mumkin. Telekinez va boshqa kuchlari tashqari, u juda aqlli. Aniq yoshi noma'lum, lekin u kamida bir nechta 100 yil yashagan, balki hatto bir necha ming yil. Chunki u 5000 yillik musiqani eshitgan. Shunga qaramay, uning katta zaifligi bor. U oddiygina inson va agar uning kostyumi ishdan chiqsa, uni o'ldirish mumkin. Lekin ochiq jangda bu juda oson bo'lmaydi. 18-o'rin Amit. Hozir biz uni Oy ritsari serialining oxiridagi versiyasi sifatida ko'rib chiqamiz. U inson qalblarini yuta oladi. Balki yuqori evolyutsioner yoki Adam Warlock kabi kuchli qalblarni yutish oson emas. Lekin ichimdan bir narsa shuni sezdiradiki, Amit ulardan ancha kuchli. 17-o'rin Ultron va Vision. Agar Vision aql toshsiz bo'lsa, men fikrim bo'yicha Visionning kuchi Ultrondan bir xil. Ikkalasi ham yuqori evolyutsionerni yuta oladi. Chunki vibranium juda mustahkam va evolyutsioner istaganicha o'rinmasin, ularga jiddiy zarar yetkaza olmaydi. Balki u ularni telekinez bilan ushlab tura oladi, lekin bu vaqtinchalik. Amit esa men fikrim bo'yicha ularga umuman qarshi tura olmaydi, chunki ularda ruh yo'q. Faqat jismoniy nuqtai nazarda olganda ham u ularga hech narsa qila olmaydi. 16-o'rinda Ikaris. Uning barcha janglarini ko'rib chiqqach, tushundimki Ikaris, Ultron va Vision bir-biriga jiddiy zarar yetkaza olmaydi. Ultron va Vision vibraniumdan yasalgan, lekin Ikaris tanasi ham vibraniumdan qolmaydi. U quyoshga juda yaqin bordi va biz u zararlanganini ham ko'rmadik. Hatto u tirik qolganmi, yo'qmi, hali noma'lum. Lekin shuni aniq aytish mumkinki, u nafaqat chidamli, balki qo'shimcha imkoniyatlarga ham ega. Misol uchun, super tezlik, ajoyib regeneratsiya, bu Ultron va Visionda yo'q va eng muhimi Ikarisning toza jismoniy kuchi Ultron va Visiondan ancha ko'p. Shuning uchun men uchun u qog'ozda kuchliroq.
Bu yil O'zbekistonda yana Comic-Con bo'lib o'tadi. Comic-Con bu mamlakatdagi eng katta festivallardan biri. AQShdagi Comic-Conda Robert Downey Dr. Doom bo'lishi e'lon qilingan. Bizda esa o'z yulduzlarimiz, o'z fanatlarimiz va o'z cosplaylarimiz bor. O'tgan yili bu haqiqiy daho edi. Bu safar esa undan ham zo'r bo'lishi kutilmoqda. Comic-Con profiliga havola orqali o'ting. Albatta obuna bo'ling va yangiliklarni kuzatib boring. Chunki chiptalar sotuvi juda tez orada boshlanadi. Odatda ular eng arzon narxlarda aynan boshlanish vaqtida bo'ladi. 15-o'rin Hulk. Kichik bir izoh, men hozir haqiqiy Hulkni nazarda tutyapman. Menimcha u jangda shu darajada gazablanadiki, ya'ni eski agressiv Hulk holatiga qaytadi va bu ulkan gazab mashinasi Ikarisga imkon qoldirmagan bo'lardi. Tezlik bo'yicha Ikaris uni yutsa ham, sof jismoniy kuch bo'yicha Hulk uni bosib ketadi. Ehtimol bu yerda bolaligimdagi Hulkga bo'lgan muxlisligim rol o'ynaydi, lekin meni fikrim bo'yicha Hulk Ikarisni yutadi. 14-o'rin Kang. Quantumaniyadagi versiyasi. Men uni steroiddagi yuqori evolyutsioner deb atagan bo'lardim va hozir sizdan shunchaki iltimos qilaman. Uni chumollilar yutganini esingizdan chiqazing. Telekinez kuchlari tashqari, Kangda oddiy odamni bir soniyada kulga aylantiradigan kuchli nurlar bor edi. Men fikrim bo'yicha ana shu nurlar vibraniumga yoki Ikaris terisiga ham zarar yetkaza oladi. Shu sababli u Hulkni ham yuta oladi. 13-o'rin Thor. Bu yerda biz uning eng kuchli versiyasini, ya'ni Sevgi va Momaqaldiroq filmdagi holatini ko'rib chiqamiz. Va u bitta zarba bilan Thanosning mazasini qochirib yubordi. Menimcha bu qurol yordamida u oldingi barcha qahramonlarni osongina yengib bo'lardi. Hulkni esa Thor hech qanday qurolsiz yutgan. Kangni ham men fikrim bo'yicha u yuta oladi. Ikarisni ham Thor yutadi, chunki Thanosni bolg'a bilan urib o'ldirish mumkin edi. Demak, u bolg'a abadiylarni ham jarohatlash mumkin. Axir Thanos o'zi ham yarim abadiy-ku. Shuningdek, bu bolg'a vibraniumni ham mazasini qochiradi. Thanosning qilichi ehtimol uru metallidan yasalgan, xuddi Thorning bolg'asi kabi. Gnom Eitri Thanos uchun qolpoqni yasagan edi. Demak, u qilichi va bronyasini ham yasagan bo'lishi mumkin. Aynan o'sha qilich bilan Thanos vibraniumni yorib tashagan edi. 12-o'rin Gor. Gorning asosiy quroli bu nekra qilich. Bu qilich yordamida deyarli barcha qahramonlarni o'ldirish mumkin. Hatto bu ro'yxatda yuqoriroq turganlarni ham. Komikslarda bu qilich Nal simbiotlarning yaratuvchisiga tegishli bo'lgan va bu qilich bilan Celestiallarni boshini ham kesish mumkin edi. Komikslarda hatto Galactusga qarshi kurashish mumkin edi. Buni qarigan Thor qilgan edi. Lekin biz filmda aniq ko'rdik, Thor va Jane ikkisi birgalikda Gorga qarshi zo'rg'a turishdi. Shuning uchun men o'ylaymanki, Gor ularni birga-bir yutadi. 11-o'rin Thanos. Thanos cheksizlik toshlarsiz Hulkni osongina yutdi. Bu nafaqat jismoniy kuchga bog'liq emas. Chunki Thanos urushni ham bilar ekan. Unda texnika bor, balki kichkinaligida boksga borgandir. Thanos bir vaqtning o'zida Thor, Kapitan Amerika va Temir odam bilan jang qildi, lekin uchalasi ham uni yuta olmadi. Shuni ham unutmaslik kerak, uning qilichi vibraniumni ham kesib yuborish mumkin. Thanos bilan birga 11-o'ringa Apokalipsisni qo'yardim. Ularning jangida kim yutadi aniq aytish qiyin, shuning uchun 11-o'rinni ikkalasiga berdim. 10-o'rin Cassandra Nova va uning ukasi Professor X. Lekin bu yerda asosan Cassandrani nazarga tutdim. Chunki Professor X Apokalipsisga yutqazgan va Thanosga ham yutqazadi. Lekin agar Professor X o'zini ushlamasdan Logan filmidagi kabi butun kuchini ishlatsa, balki u Thanos yoki Apokalipsisni yutardi. Siz nima deb o'ylaysiz? Cassandra Nova Deadpool va Rosamahada ko'plab qahramonlarni osongina yutib chiqdi. Menimcha u Thanosni bemalol yutardi. Masalan, hatto Mantis ham qisqa vaqtga bo'lsa-da Thanosni ushlab turgan edi. Cassandra va Charles esa eng kuchli telepatlardan biri. Mantis bu darajaga yaqin ham emas. Agar Professor X'ning g'alabasi hali shubhali bo'lsa, Cassandra haqida men hech shubhalanmayman. U Thanosni ham, Apokalipsisni ham yuta oladi. 9-o'rin Kapitan Marvel. Biz ko'rdik, u Thanos bilan jangda osonlik bilan tegma-teng kurasha oladi. Ha, albatta Thanos allaqachon urilgan edi, lekin ko'rinib turibdi, cheksizlik toshlarsiz Thanos uni yuta olmaydi. Menimcha Kapitan Marvel Cassandra Nova va Charlesni ham yuta oladi. Lekin bunga aniq ishonch yo'q. Lekin baribir qanaqadir
Ichki sezgi bor Kapitan Marvel baribir ham Cassandra Nova'ni yutish mumkin. 8-o'rin Hela va Odin. Hela ham Odin ham menimcha Kapitan Marvelning zarbalariga deyarli chidamli bo'lgan bo'lardi. Ular juda kuchli. Va men fikrim bo'yicha Odin ham Hela ham Kapitan Marvelni yutadi. 7-o'rin Doctor Strange. Bu inson Marvel kino olamining markaziy qahramonlaridan biri. Aynan uning yordami bilan qasosxo'rlar Thanosni yutgan. Va men ishonaman, keyingi qismlarda ham u katta rol o'ynaydi. Hatto vaqt toshini ishlatmasdan u Thanosga qarshi tengma-teng jang qilgan. Va Thanos esa bu jangda cheksizlik toshlarini ishlatgan. Menimcha agar toshlar bo'lmaganda u Thanosni yutardi. Hela va Odinni ham yuta oladi, men fikrim bo'yicha. Ammo bu yerda katta disclaimer, bu jangda g'alaba qaysi tomonda bo'lishini aniq aytish qiyin. Menimcha bu jangda kim omadliroq bo'lsa, o'sha yutadi. Strange ustoziga o'xshab raqibni ruhini tanasidan ajrata oladi. Masalan, ustoz Hulkni oson yuta olgan. Strange ham Odinni yoki Helani yenga olishi mumkin, agar u o'zining to'liq sehr arsenalini ishga solsa. Asgardliklarga sehr ta'sir qiladi. Vanda Thorni juda oson sehrlab qo'ydi va Doctor Strange osongina Lokini yutgan. 6-o'rinda Surtur, eng qudratli holatida. Bu o'ringa menimcha Dormammu va Galactusni ham qo'shish mumkin. Ularning barchasi butun sayyoralarni yutib yuboradigan mavjudotlar. Na Doctor Strange, na Hela bu darajadagi kuchlarga qarshi tura olmaydi. Menimcha bu mavjudotlar avvalgi o'rinlarda bo'lgan qahramonlarni osongina yuta oladi. 5-o'rinda Wanda Maximoff. U haddan tashqari kuchli. U haqiqatni boshqaradi va agar bu oddiygina kutilmagan hujum bo'lmasa, menimcha u Surtur, Dormammu va Galactusni ham bittalab yuta oladi. Bu meni fikrim. Sizda qarshi bo'lgan fikr bo'lsa, albatta kommentariyalarda yozib keting. Vandamdan birga bu o'ringa men Jean Greyni Phoenix kuch bilan qo'yardim. Ishonchim komil, bu ayol Doctor Strange'ni ham, Helani ham yuta oladi. Menimcha uning kuchi Vandanikiga teng. Lekin baribir Vanda biroz kuchliroq, men fikrim bo'yicha. Mishmishlarga ko'ra, biz qasosxo'rlar 5 yoki qasosxo'rlar 6 da ularning jangini ko'rishimiz mumkin. 4-o'rin Arishem va unga o'xshash Celestiallar. Ha, Vanda va Jean Grey kuchli, lekin Arishem boshqa darajada. U kabi Celestiallar butun olamlarni yaratish mumkin. Shuning uchun hatto Vanda qanchalik zo'r bo'lmasin, g'alaba baribir Arishem tomonda bo'lar deb hisoblayman. 3-o'rinda haqiqatdan tashqaridagi mavjudotlar. Bu yerda gap tirik tribunal, abadiylik, o'lim va umuman olganda Thorni 4-qismida zaldagi mavjudotlar haqida gap ketyapti. Bu mavjudotlar uchun vaqt va makon tushunchasi mavjud emas. Ular doimo mavjud. Aytgancha, galaktik qo'riqchilari bir qismidagi rasmlarga qaraganda abadiylik va o'lim cheksizlik toshlari yaratilishida ishtirok etgan bo'lgan. Endi esa 2-o'rin. Va yanada shu situatsiyada kim aniq yutishini ayta olmayman. Men fikrim bo'yicha 2 va 3-o'rin bir darajada. Ehtimol biz to'liq javobni qasosxo'rlar 5 va qasosxo'rlar 6 dan keyin bilamiz. Men o'ylaymanki, Loki, tirik tribunal kabi mavjudotlar bilan deyarli bir darajada. Aniq kim kuchliroq, buni hozircha aytish juda qiyin. Lekin meni shaxsiy fikrim bo'yicha Loki baribir biroz kuchliroq. Qanaqa bo'lmasin, ularning hech biri birinchi o'rindagi personajdan kuchli emas. Birinchi o'rin Kevin. Bu personaj barcha chegaralardan tashqarida. Agar Kang yoki Loki o'zlarini multiolam yozuvchilari deb o'ylasa, aslida ssenariy ustasi bu Kevin. Chunki Kevin Marvel kinolarini ssenariylarini yozadi. Xohlasi Lokini o'ldiradi, xohlasi Dr. Doom'ni o'ldiradi, xohlasi Tirik Tribunalni o'ldiradi. U Marvel olamida Kevin Feige'ning fizik obrazi sifatida paydo bo'lgan. Shunday ekan, mana sizga Marvelning eng kuchli personaji. Ehtimol undan kuchliroq personaj Marvelda hech qachon bo'lmaydi. Mana shunaqa top. Albatta eslab o'taman, bu top faqat men fikrim bo'yicha tuzilgan. Bu top so'nggi haqiqat emas. Lekin menimcha bu logichniy top desa bo'ladi. O'zingizni topingizni kommentariyalarda qoldiring. Va albatta eng asosiy haqiqat. Ssenaristlarga kerak bo'lgan qahramon Luboyni yutadi. Har doimgidek siz bilan Tony Karkada. Ko'rishguncha.